Bir kuni hayvonlar odamlar zulmiga qarshi bosh ko'tardi. Ular ezgulik va adolat orzusida edi. Ammo orzu amalga oshganida eng yomon hukmdorlar o'zlarining ichidan chiqdi. Bu Orwellning molxonasi va bu sizning hayotingizga juda ham bog'liq bo'lishi mumkin. Salom, bu Fikrland va bugun biz sizlar bilan George Orwellning molxonasiga sayr qilamiz. Ushbu hikoya George Orwellning molxonasi bir fermada boshlanadi va bu fermada odam hukmronlik qiladi. Hayvonlar esa juda ham zulm ko'rgan va har doim och-nahor bo'ladi. Lekin bir kuni qari cho'chqa mayor tushida ko'rganini hayvonlarga aytib beradi va bu tushida aytilgan narsa barcha hayvonlar tengdirlar. Hammamiz bir xil bo'ladigan jamiyat qurishimiz kerak degan fikrni olg'a suradi. Mayor vafotidan so'ng esa ikki cho'chqa, Napoleon va Snowball yetakchiligini qo'lga oladi. Ular odamlarni fermadan haydab chiqaradi va u yerda endi shior yozilgan edi. Barcha hayvonlar teng, odamlarga o'xshamang. Lekin bu shior devorga ilinishi bilanoq barcha hayvonlar teng mehnat qila boshlaydi. Lekin oradan qisqa muddat o'ta boshlagach, Napoleon hokimiyatni boshqarishni istab qoladi. Napoleon kuchni yo'qotishni istamaydi va u Snowballni haydab chiqaradi va barcha hayvonlar bunga hech narsa demaydi va undan so'ng Napoleonni har doim gaplarni haq deb o'ylashadi va Napoleon odamlar kabi yura boshlaydi, ikki oyoqda. Oynaga qaraganda esa odamlar bilan cho'chqalarni farqi qolmagan bo'ladi. Sababi Napoleon endi odamlar bilan savdo qila boshlaydi. Shu paytda devorga yozilgan barcha hayvonlar tengdirlar degan shior ham o'zgara boshlaydi va bu shior endi barcha hayvonlar tengdir, lekin ba'zilari ulardan ko'ra tengroq degan yozuvga o'zgaradi. Bu shior Napoleon hokimiyatni egallagandan so'nggina boshlanadi. Snowballni haydab chiqargan molxonadagi hayvonlar har doim Napoleonni qo'llab-quvvatlashni boshlashadi va bularning oqibati faqatgina bitta sabab bor edi. Bu sabab ham haqiqatga jimlik bilan qarash edi. Bu hikoya shunchaki hayvonlar haqida emas. Bu haqiqatga loqaysizlik va haqiqat turganda, adolat turganda ularga jimlik bilan qarash bilan bog'liq bo'lgan hikoya edi. Bu haqiqatni biz har doim ham hayotda ham ko'rishimiz mumkin. Har doim adolatsizlikka qarab, jim qarab turadigan bo'lsak, bu xuddi mana shu asar molxona kabi rivojlanib ketishi mumkin. Har safar biz Napoleonni haq deb biladigan bo'lsak, Snowball doim yutkazadi. Har bir ishdagi loqaysizlik, baribir hech narsa bo'lmaydi deyish bu Snowballni yutkazishiga olib keladi va mana shu paytda Napoleon kuchayib boraveradi. Bu kitobning asosiy maqsadida shular yotadi. Tenglik sovg'a emas, ongli tanlov, erkinlik doimiy kurash va jimlik har doim ham zulmga eshik ochadi. Molxona bu yerda ko'rinishdagi ogohlantirish xolos. Haqiqatni tan olish oson emas, lekin u kerak. Chunki ba'zida haqiqatni bilish erkinlikning o'zidir. Biz ko'p narsa haqida o'ylamaymiz. Ba'zida esa haqiqatni bila turib shunchaki unga ko'z yumamiz. Lekin har doim bu haqiqatni bilib turib unga ko'z yumish Napoleonlarni kuchaytirib boradi va Snowballlarni esa yo'q qilishni boshlaydi. Agarda siz haqiqat va adolatsizlikka jim qarab turadigan bo'lsangiz, siz ham ularga sheriksiz. Shunchaki hech qachon fikringizni aytishdan qo'rqmang. Har doim ham Napoleon kabi ish tutish kerak emas, balkim Snowballlar ham yaxshi hikoya va yaxshi asarning muallifi bo'lishi mumkin. Shunday qilib, siz Napoleon tomondanmisiz, Snowball tomondanmisiz, buni siz faqatgina o'zingiz tanlaysiz. Tanlov esa o'zingizda. Adolatsizlikka qarshi yoki adolat bilan. Ko'rishguncha kanalga obuna bo'ling.